Baliqning suzgichlari yirtilib, qisqarib yoki oqarganini ko'rdingizmi? Bu oddiy jarohat emas. Bu fin rot, ya'ni suzgich chirishi deb ataladi. Fin rot bu bakteriya kasallik bo'lib, baliqning suzgichi to'qimalarining yemilishiga olib keladi. Bu kasallikni asosan Ayramonas va Pseudomonas kabi bakteriyalar keltirib chiqaradi. Fin rot asosan 90% noto'g'ri akvarium sababli kelib chiqadi. Ya'ni qanday? Sabablarni ko'rib chiqamiz. Ammiak va nitrit ko'payib ketishi, filtr sistemasining ishlamasligi, suvni vaqtida almashtirmaslik, haddan ortiq baliq sonining ko'pligi. Fin rot qanday aniqlash mumkin? Keling, baliqda kuzatiladigan belgilarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda suzgich chetlari oqaradi, yirtiladi yoki itga o'xshab qoladi. So'ng qisqaradi, qizargan qon tomirlar paydo bo'ladi. Og'ir holatlarda esa suzgichlar butunlay yemirilib ketadi. Keling, endi siz bilan baliqqa bakteriyalarning qanday ta'siri ilmiy jihatdan ko'rib chiqamiz. Bakteriyalar suvda doimiy yashab turadi, faqat kam miqdorda bo'ladi. Baliqda immun sistemasi, ya'ni immuniteti bo'lganligi uchun u bakteriyalar baliqqa ziyon yetkaza olmaydi. Yuqorida ko'rsatilgan sabablar, nitritlar, ammiaklar, suvning iflosli ko'tarilishi natijasida suzgichlarda, ya'ni qanotlarning ustida shilliq qavati bo'ladi. Bu shilliq qavatning asosiy vazifasi immun sistemani barqarorligini ushlab turadi. Ya'ni turli xil tashqi omillardan saqlab turadi. Ammiak, nitrit, pHning o'zgarishi, baliqlarda uchraydigan turli xil stresslar oqibatida bu shilliq qavat yemiriladi. Natijada Ayramonas va Pseudomonas degan bakteriyalar qanot usti qatlami shilliq qavat yemirilgandan so'ng unga yopishishni boshlaydi. Yopishib, u yerdagi yuzaki oqsillar orqali suzgich epiteliy hujayralariga yopishadi. Bu jarayon bakterial kolonizatsiya deyiladi. Bakteriyalar quyidagi ferment va toksinlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni qanotiga yopishib olgan bakteriyalar ferment ishlab chiqarishni boshlaydi. Proteazalar oqsillarni parchalaydi, kollagenlarni yemiradi. Elastazalar biriktiruvchi to'qimalarni yemiradi. Gemolizin qon tomirlarini shikastlaydi. Shuning natijasida baliqlarda nekroz bosqichi boshlanadi. Demak, baliq qanotidagi kollagenlar, qon aylanish sistemasi buzilgandan keyin nekrozga uchraydi, ya'ni chirishni boshlaydi. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nega aynan qanotlardan boshlanadi? Nega tanadan yoki jabradan yoki ko'zdan yoki boshdan emas? Chunki qanotlarda qon tomirlar bilan ta'minlanishi yaxshi rivojlanmagan. Ya'ni asosiy qon tomirlar qanotlarda bo'lmaydi. Bo'ladi, faqat oz miqdorda bo'ladi. Qanotni oziq modda bilan ta'minlash uchun va yupqa to'qima bo'ladi. Uni shilliq qavat yemirilgandan keyin bakteriyalar o'sha yerda rivojlanishi juda tez bo'ladi. Shu sababli asosan bakteriyalar qanotlardan boshlanadi. Demak, ilmiy xulosaga keladigan bo'lsak, fin rot mexanizmi. Stress, shilliq qavatning buzilishi, bakteriyalar yopishi, fermentlarni bakteriyalar chiqarishi, kollagenlarning parchalanishi, nekrozga uchrashi va oxiri suzgichlarning chirishiga olib keladi. Endi davolanish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Avvalo, qaysi etapdaligini bilishimiz kerak. Fin rot asosan yengil, o'rta va og'ir bosqichlarda bo'lishi mumkin. Bizning akvariumimizda qaysi holatda? Yengil holatda bo'ladigan bo'lsa, suvni 30-50% almashtirish, filtr sistemasini to'g'ri yo'lga qo'yish yetarli. O'rta bosqichda bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga antibiotiklar yordamga keladi. O'zbekistonda uchraydigan dori preparatlariga Serobactapur, Furanol, Antipar kabi dori vositalari kiradi. Dozani har doim nazoratda ushlash kerak, instruksiyada ko'rsatilgan bo'yicha olib borish kerak. Og'ir holatlarda yuqorida ko'rsatilgan antibiotiklar foyda bermaydigan bo'lsa, oksitetratsiklin hamda
Enrofloksatsin samarali usul hisoblanadi. Baliqlaringizni to'g'ri davolasangiz, albatta qanotlari o'sib chiqadi va oldingidek sog'lom bo'lib yashaydi. Agar akvarium bo'yicha foydali, aniq va ilmiy ma'lumotlar kerak bo'lsa, Akva doktoriga obuna bo'ling.